O'rtoqlar, yana bitta eng chiroyli proyektlarimizdan bittasi. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Uyimizning ichidagi remontlari juda ham chiroyli chiqqan, mebellar bilan jihozlangan. Shu xonadonimizni sizlar bilan to'liq ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Men to'liq ma'lumot berib o'taman. Bu uyimiz Mirobod tumani Alfraganusning orqa tomonida joylashgan. Mirobod GAIga ham yaqin. Hovlini yer maydoni 4,5 sotuv hovlisini ko'ryapsizlar. Uyimizning ichiga hovliga bemalol ikkita katta mashina qo'ysa bo'ladi. Tashqarida ham mana shunaqa katta joylari bor. Bu tomonda yozgi oshxonalari joylashgan o'rtoqlar. Ziloniy zonalarini juda chiroyli qilib qo'yishgan. Искусственный vodopodlarini ko'ryapsizlar. Binoyimiz 600 kvadrat metr, tegi to'liq podval, birinchi, ikkinchi qavatdan iborat. Ko'ryapsizlar, tepada katta balkonlari bor va birinchi qavatda ham mana mana shu shunaqa o'tiradigan joylari bor. Uyimizning ichidagi kuxnyaga ham alohida kirib chiqsak bo'ladi. Endi kelinglar, uyga ichini ko'rib chiqamiz. O'rtoqlar, hovlidan uyga kirganimizda birinchi bo'lib prixojiyni ko'ryapsizlar. Undan keyin mana bu holni qaranglar o'rtoqlar. Katta, demak, zal bilan hol совмещенный qilingan. Ko'rishingiz mumkin. Mягкий mebellar qo'yilgan, искусственный kaminlari bor va konditsionerlarigacha qo'yilgan o'rtoqlar. Uyimizga demak kirganimizda zinalarni qaranglar, juda ham chiroyli chiqibdi. Bu tomonda birinchi bo'lib kuxnya joylashgan. Kuxonning mebel texnikalari ham tayyor, ko'rishingiz mumkin. Kuxnyalari ham juda chiroyli chiqqan. O'rtoqlar, bu yoqda menga eng ko'p yoqqan joyi sanuzelni qaranglar, juda ham katta sanuzel, klassika qilingan, pardalarigacha bor o'rtoqlar. Sanuzel juda ham chiroyli chiqibdi. Bu tomonda spalnya joylashgan. Bu ham xuddi shunaqa mebellar bilan jihozlangan, o'zini ichida sanuzellari bor o'rtoqlar. To'g'rida ko'ryapsizlar, mana shu eshikdan orqa hovliga chiqiladi. Orqa tomonda ham kichkina hovlisi bor. Va bu yoqda bitta gostivoy alohida sanuzelni ko'rishingiz mumkin. Bu uyimizning birinchi qavati, endi tepdagi ikkinchi qavatga chiqamiz. O'rtoqlar, uyimizning ikkinchi qavatida 4 ta xona joylashgan va 3 ta xonani o'zini ichida sanuzellar bor. Birinchi bo'lib asosiy spalnya, o'zini ichida garderobnisi va sanuzellar bor. Bu tomonda katta zal joylashgan o'rtoqlar, uzunligi 13 metr, eniga 6 metr va bu tomonda yana ikkita spalnya joylashgan. Ikkalovini ham ichida o'zini sanuzellari bor o'rtoqlar. Bu xonadonimizga kimga qiziq bo'lsa, marhamat telefon qilinglar. To'liq ma'lumot berib o'tdim. Hammaga rahmat.